Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, o'rganishlarimiz, tomoshabinlar. Kitobimizdan 20-bobga kelib to'xtagandik. Bu bobimiz mavzusi adjectives, ya'ni sifatlar va keyingisi adverbs, ravishlar. Xo'p, sifatlar odatda o'zbek tilidagi ta'rifga keladigan bo'lsak, o'sha ta'rif ham ingliz tiliga deyarli mos tushadi. Sifat deb nimaga aytiladi? Sifat deb narsa va shaxsning belgisini bildirgan so'zlarga aytiladi. Va odatda qanday, qanaqa degan savollarga javob bo'ladi. Va sifat odatda kelish o'rni ikkita bo'ladi. Ingliz tilida o'zbek tiliga ham o'xshashib ketadi o'sha taraflama. Xo'p, sifat yo yakka holatda keladi yoki bo'lmasam otning oldidan keladi. Otni oldidan kelganda u otimiz birlikda, ko'plikda bo'lishining farqi yo'q. Sifat o'zini shunday holatda o'zgarmasdan keladi. Ya'ni ketidan birlikdagi ot keladimi, ko'plikdagi ot keladimi farqi yo'q. Sifat shunday o'zgarmagan holatda namoyon bo'ladi. Xo'p, endi o'zi yakka kelgan holatda ot ega bo'lishlik kerak bo'ladi. Ot ega va sifat esa kesim bo'lishlik kerak bo'ladi. Masalan, aytaylik, o'quvchi aqlli desak, o'sha yerdagi aqlli degan sifat o'sha yerda kesim. Ya'ni o'sha nimani sifatlayapti. Ya'ni gap tamomiga yetyapti. Gapni oxirigacha tamomiga yetkazuvchi bir qismi hisoblanadi. Kesim bo'lyapti-ku. O'quvchi aqlli yoki aqllidir desak. O'sha yuqorida aytganimiz otdan oldin kelganda u yerda gap tugallangan bo'lmaydi. Masalan, aqlli o'quvchi desak, bu birikma bo'ladi. So'z birikmasi ikkita so'zdan tashkil topyapti, lekin bu gap emas. Yoki bo'lmasam tez mashina desak, demak, mana sifat otdan oldin kelyapti va bu yerda gap emas. Gap to'laligicha ifodalanmayapti bu yerda. Shunchaki bu yerda birikma kelyapti, xolos. Yuqorida agar aytsak, teskari qiladigan bo'lsak, mashina tezdir desak, bu esa gap bo'ladi. Tamomiga yetkazilgan. Demak, sifat odatda shunda ikki o'rinda keladi. Xo'p, masalan, aytaylik mana an elephant is a wild animal. Demak, fil yovvoyi hayvondir. Demak, mana bu joydagi yovvoyi mana aytganimizdek otdan oldin kelyapti. Wild degani bu yovvoyi degan ma'noda. Xo'p. Qanday hayvon? Yovvoyi hayvon. Yuqorida aytganimizdek, undan keyin, ketidan keyin keladigan otimiz birlikda bo'lishi ham mumkin, ko'plikda bo'lishi ham mumkin, lekin sifatda u narsa o'zgarishiga sababchi bo'lmaydi. He is a clever boy. U aqlli bola. They are clever boys. Ular aqlli bolalar. Mana clever shunday holatda turibdi. Aqlli degan so'zimiz. Ba'zi bir tillarda, misol uchun, ketidan keladigan otga qarab turib o'zgarib ketadi. Birlik bo'lsa birlik, ko'plik bo'lsa ko'plik, ayol kishi bo'lsa ayol kishi, birlikdagi bo'lsa boshqacha, ko'plikdagi bo'lsa boshqacha bo'lib ketadi. Lekin ingliz tilida unday emas. Hamma shaxs sonlarga birligi, ko'plik, xoh hayvon bo'lsin, boshqa bo'lsin, sifat o'shanday holatda turadi. Ya'ni bu o'sha tilda osonlashtiradigan nimalardan hisoblanadi, omillardan. Mana bu joyda yuqorida aytganimizdek, mana John is a tall man. John bo'yi uzun novcha odam. John is tall deyapti. John esa novcha. Mana bu joyda tall nima bo'lyapti? To be'dan keyin kelib, ya'ni bu yerda kesim bo'lyapti. Gapni tamomiga yetkazyapti. Xo'p. Endi o'sha aytganimizdek, mana bu joyda yana bir narsaga tanbeh berib ketaman. Xo'p, mana bu joydagi a bu sifatga tegishli emas, mana bu menga tegishli, kishiga, odamga tegishli. Chunki mana bu joydagi odam egamiz John bir kishi bo'lganligi uchun bu yerda bir kishi bo'lyapti va sanaladigan bo'lgani uchun. Ya'ni xullas menga tegishli. Tallni sifatni tashlab yuborsak ham John is a man. John kishidir, insondir, odamdir, erkakdir degan ma'no chiqadi. Xo'p, ya'ni o'sha turaveradi. Demoqchi bo'lganim, mana bu joyda endi sobit turishligi mana bu menga tegishli. Faqat sifat kirgandan keyin bu tarafga o'tib ketadi. Oldiga chiqib ketadi. Bu yerda ham xuddi shu mana a clever boy. He is a boy desak, u o'g'il bola. Demak, clever dedi, endi mana boyni sifatlayapmiz. Cleverdan oldin a boy shundoq ham bo'lgan. Faqatgina sifat kelganda oldiga chiqib ketgan. Ko'plikda bo'lmaydi. Nega? Chunki bir degan ma'no bildirganligi uchun ular bir bola bo'lmaydi-ku. O'shaning uchun o'sha sababdan tushib qoladi ko'plikda. Hop, bu yerda ham misol uchun he is a child, endi mana sifatda oldiga olib kelishlik kerak. He is a small child. U kichkina bola. Mana it's an elephant, u fil, it is a big elephant bo'lib ketadi. Quruq o'z kelganda an elephant bo'lardi. Lekin mana bu joydagi sifat big
buni oldiga kirishligi bilan mana bu joyda a yoki n ni qo'yilishligi bu sifatni kelayotgan sifatdagi so'zni yoki tovushni birinchisiga bog'liq bo'lib qoladi. Big birinchi tovush undoq chiqayotganligi uchun bu endi bu yerda a bo'lib ketadi. It is a big elephant bo'lib ketadi. Tushunarlimi? Xo'p, sobit turishligi demak mana bu elephantga tegishli, lekin an ishlatilishligi mana bu sifatni birinchi tovushiga bog'liq bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi, mavzuimiz keyingi qismi adjectives, adverbs, I'm sorry. Ya'ni adverb degani ravishlar degani, ravish. Xo'p, manner degani bu odatda odob, axloq yoki yo'sin degani. Yo'sin, tarz, uslub degan ma'nolarda tarjima qilinadi. Xo'p, endi ravish desak, ravish deganda nimani tushunamiz? Ravish deganda o'zi bu yerda qaydadir ta'rifini ham berganda, ta'rif bo'lmasa ham o'zimiz ayta olamiz. Demak, xullas ravish bir ishni qayerda, qachon va qanday yo'sinda bajarilishini ifodalovchi so'zlarga ravish deyiladi. Yana qaytaraman. Ravish deb bir ishni, ish harakatni qayerda, qachon va qanday uslubda, qanday yo'sinda, qanday tarzda bajarilishini ifodalovchi so'zlarga ravish deyiladi. Xo'p, endi ravishlar ko'pchilik tushungan holati, ya'ni bilgan varianti bu faqatgina fe'llarni sifatlovchi so'zlarni ravishlar deb o'ylashadi. Faqatgina. Unday emas. Ravishni yana ham keyinroq tushunchada tushunishlik kerak. Boshqacha ko'rinishlari ham bor. Hali o'tamiz inshaalloh. Xullas, demak, bu yerdagi ko'rinishi faqatgina tushunishimiz kerak bo'lgani fe'lni sifatlovchi. Fe'lni qanday yo'sinda, tarzda bajarilishini ifodalovchi so'zlar ravish. Bu yerdagi mavzu shu. Masalan, siz uy aytsizki, men uyga sekingina kirdim desiz, o'sha yerda sekingina so'zi ravish hisoblanadi. Nega? Chunki o'sha yerda fe'lni qanday uslubda, qanday tarzda, qanday yo'sinda bajarilishini ifodalayapti. Men ovqatni sekin yedim desiz, o'sha yerda ham sekin ravish hisoblanadi. Chunki u sekin yoki sekingina degan so'z fe'lni sifatlayapti. Fe'lni qanday yo'sinda bajarilishini ifodalayapti. O'sha ravish hisoblanadi. Tushunarlimi? Xo'p. Endi ravishlar odatda ko'p holatlarda oddiy sifatga ly qo'shilishi orqali yasaladi. Masalan, careful degan so'z sifat. Endi bu sifatga ly qo'shilishi orqali yasaladi. Ya'ni ko'p sifatlar o'zidan ly qo'shilishi orqali ravish yasay oladi. Hammasi ham emas, ba'zilari istisnoviy holatda o'zlarini tabiiy o'zagi o'zgarib ketadi. Xo'p, misol uchun mana loud, baland degani ovozga, tovushga nisbatan ishlatiladi. Unga ly qo'shishimiz bilan ravishga aylantiramiz. Xo'p, mana easy degan so'zimiz oxiri y ga tugayapti, lekin unga ly qo'shishdan oldin mana bu y ni I ga o'zgartiramiz-da, keyin ly qo'shamiz. Xuddi boshqa y bilan tugaydigan so'zlar qanday o'zgarish qabul qilayotganda, oldingi nimalarda. Misol uchun fe'llarda aytaylik dry bo'lsa yoki bo'lsa tidy bo'lsa, I ga o'zgarib ed qo'shilishi, I ga o'zgarib es qo'shilishi bo'layotganda-ku. Shunga o'xshash, bunda ham sifatda ham shunaqa. O'sha y bilan tugagan easy so'zi ravishga o'zgarishligi uchun I ga o'zgaradi, keyin ly qo'shiladi. Easy, easily bo'ladi. Demak, ravishga o'zgarganda odatda ravishning tarjimasi bu ehtiyotkor bo'lsa, ba'zan shunchaki ehtiyotkor deb tarjima qilish mumkin. Ba'zan ehtiyotkorlik bilan, ehtiyotkor holati, ehtiyotkor tarzda deb aytishimiz mumkin ravish ko'rinishini. Hop, loud, baland, loudly bo'lsa baland ovozda, baland tovushda, o'sha baland yo'sinda, baland tarzda deb tarjima qilishimiz mumkin. Baland holatda deyishimiz ham mumkin. Easy ham oson, yengil, easily oson, yengil deb ham shunchaki tarjima qilish mumkin ravishda, holatga qarab, yoki oson tarzda, yengil tarzda, osonlik bilan yoki yengillik bilan deb ham tarjima qilishimiz mumkin gapga qarab. Endi bu yerda istisnoviy holat, o'sha aytganimizdek, o'zaga o'zgaradigan good degan so'zni, yaxshi degan so'zni ravish varianti well bo'ladi. Ya'ni o'sha fe'l bilan keladigan varianti well bo'ladi. Fe'l sifatlab kelsa. Hop, bu mana goodly bo'lmaydi. Yuqoridagilarga o'xshab. Fastniki o'zgarmaydi. Fast. Ya'ni fast so'zi
ham sifat, ham ravish bo'ladi degani. Fastly bo'lmaydi. Hard so'zi ham xuddi shunaqa. Hard so'zi ham. Ya'ni o'sha qattiq, qiyin degani, o'sha shunday turishida ham ravish, ham sifat bo'ladi. Ya'ni gapga qarab ajratamiz, yo ravish yoki sifatligini. Tushunarligi? Bu yoqda o'sha bularni yodlab qo'yishlik kerak. Aynan mana bu nimalarini, o'zaga o'zgaradigan istisnolarni yodlab qo'yishlik kerak bo'ladi. Xo'p. Mavzuyimiz inshaalloh shundan iborat. Bu yerda o'sha takrorlash uchun mashqlar, beautiful, beautifully, good, well, quick, quickly o'shalarda mosini tanlashlik kerak bo'ladi. Demak, sifat ot uchun, ravish esa fe'l uchun ishlatiladi bu yerda. Xo'p, mavzu shundan iborat. Inshaalloh tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Alloh bizga foydali ilmlarni bersin va foydali ilmlarga muvaffaq qilsin. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.